Biz eshitgimiz kelmaydigan, lekin eshitishimiz kerak bo'lgan psixologik faktlar. Sizni travmalaringiz boshqa insonning qo'ynini og'ritish yoki uni sindirish huquqini bermaydi. Agar sizga o'tmishda kimdir yomon munosabatda bo'lgan bo'lsa yoki nimadir qilgan bo'lsa, bu men ham o'sha narsani boshqaga qila olaman degani emas. Qanaqadir muhim qarorlarni siz qilishingizdan ancha oldin qabul qilgan bo'lasiz. Masalan, ketish, ajrashish va hokazo. Faqatgina odamlar orada vaqt yo'qotadi xolos. Ba'zida birovni yomon ko'rish ham uni haligacha qo'ya olmaganligingiz belgisi. Siz agar odamlar bilan bo'lgan muloqotda ko'p sarkazm ishlatadigan bo'lsangiz, bu sizni ochiqdan ochiq ko'rsata olmagan agressiya hisoblanadi. Ba'zida siz sabrli odam emas, shunchaki o'zini xohishlarini berkitishga o'rgangan odamsiz. Bilmadim qanchalik kengisini o'zbekchada tushuntirib bera olaman. Siz kimnidir qutqarmoqchi bo'lganingizda emotsional holatda siz o'zingizni hech kim qutqarmagan qaysidir bo'lagingizni qutqarmoqchi bo'lasiz. Ba'zida bir ko'rishdagi sevgi bu eski ssenariyni qaytarlanishi va biz uni tanib qolamiz. Odamlar sevgidan, yaxshi ko'rishdan azob chekmaydi. Ular ko'proq unga qaramlikdan azob chekishadi. Sizni kimdir tushunmasligi bu sizni tushunarsiz odam qilib qo'ymaydi. Shunchaki bir xil odamlar juda ham sayyosi fikrlaydi. Qolganlari keyingi qismda.